Xo'p, yaxshi guys, mana recording ketdi. Bemalol darsimiz boshlasak ham bo'laveradi. Menimcha hammasi chotki. Ishoning, kurs markazimizdagilar ham buni o'tmagan menga. Ikkinchisini ko'raga hozir jinni o'qib qoladi. Jinni o'qib qolasizlar, guys. Xo'p, yaxshi. Guys, qaraymiz, guys. Hozir men sizlarga bitta approachni o'rgataman. Qaraymiz guys, sizlar juda e'tibor berib turishingiz kerak. Birgina mana shu approachni o'rganasizlar, birgina mana shu approachni o'rganasizlar. Ivot keyin sizga qiziq emas, nima tasbiriy kutishadi, umuman qiziq emas. Tushunyapsizlar? Umumanlarda qiziq emas, faqatgina shu approach qilingiz, taq urib chiqib ketasiz. Tushunarli? Xo'p, yaxshi. Endi bu nima desa guys, domino effect approach deyiladi. Tushunarli? Domino effect approach. Tushunarli guys? Bu domino effect approach. Endi qaraymiz. Mana bu domino effect approach. Qarang, o'zi domino nimaligini bilardim, to'g'rimi? Domino o'ynagan kichkinaligida. Endi qarang. Mana bu dominoni ochaman hozir. Mana bu Google ga ochaman guys. Google Back deydi-ku. Qarang. Mana bu domino effect. Qarang, mana bu domino ko'rgan hamma, to'g'rimi? Mana bu domino degan mana qarang, mana bu birinchisi, ikkinchisi bo'ladi, ikkinchisi, uchinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi, 100-chisini qiladi. To'g'rimi? Dominoni hamma ko'rgan, to'g'rimi? Bu domino effekt. Qarang, masalan, mana bunaqa narsa. Hozir, mana ham dominoda, qarang, mana kichkinagina biratcha bor-ku, biratcha. O'sha masalan, mana kattani itarsa ag'nata olmaydi-da. Tushunarli? Hozir mana birat kattani itarsa hayotda ag'dara olmaydi, 3 kun, 4 kun chiransa ham. Lekin nima? Bu bitta o'zi bitta oson kichkinagina itardi. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi, beshinchisi, oltinchisi itaryapti. Ko'rdingizlar? Guys, ko'rdingizlar? Xuddi shunday mana shunday aylanib oxiri mana kichkinagina birat o'zi mana kattani ag'dargan bo'ladi. Tushunyapsizlar? Mana shu domino effekt. Endi nima qilamiz desa, biz guys qarang. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz nima yozishimizdan qat'iy nazar, yo speakingda nima gapirishimizdan qat'iy nazar, har doim nima qilamiz? Bitta g'oya aytamizmi va uni rivojlantirishimiz kerak, to'g'rimi? Biz nima qilishimiz kerak? Mana shu domino effektga o'xshab rivojlantirishimiz kerak. Tushunarli? Kichkinagina narsani olib, katta narsaga olib borishimiz kerak. Pashshadan fil yasashimiz kerak guys. Ular o'sha ishonib jinni o'qib qolish kerak bizning g'oyamizda. Tushunarli? Sizning g'oyangiz qanchalik darajada cho'tki rivojlansa, sizga o'shanaqa zo'r bal qo'yadi. Sizga o'shanaqa cho'tki bal qo'yadi. Tushuntirdimi guys? Menimcha hamma tushundi. Hammada o'sha borayapti, ovozlar cho'tki bo'layapti guys. Xo'p, yaxshi. Tak, endi javob bera olmayman guys. Hozir unaqa savollarga guys. Keyin qaytamiz. Tushundingmi? Bu yaxshi domino effekt mana shu ekan. Tushundingmi? Domino effekt mana shu ekan. Bo'ldi. Endi qarang. Bu biz domino effektni o'rganishimiz kerak. Nimaga desa, biz g'oyamizni xuddi mana shunday rivojlantiramiz. Bu effekt nimaga oson desa, men juda oson deb o'ylayman va bolalarga faqat shuni o'rgataman. Qarang, bu effekt orqali g'oya yig'ish ham oson, g'oyani rivojlantirish ham oson. Agarda siz mana shu effektni yozib, bitta insho yo mana letter paper yozsangiz, o'sha sizning grammatikangiz ko'radi, to'g'rimi? Bu mastarsi o'qib kelgan deb o'ylaydi, guys. Men javob beraman sizga. Hozir o'sha jinni o'qib qolasiz, guys, jinni. Qarang. Masalan, bunda nima? Guys, qarang, oddiy mana. Biror bir anaqa g'oya beradi-da. Mana, masalan qarang, bu sizda, qarang, sizda nima deyapti? Guys, mana, sizda mana bunaqa deydi. Boynaga letterda nima qildi? Masalan, alternative activity-ni aytdingizmi? Alternative activity nima dedingiz? Qarang mana. Organize online training courses. Guys, qarang. Nima dedingiz? Mana bu training kursini tashkillashtirib bersin dedingizmi? Qarang mana. To'g'rimi? Aytdingizmi? Bitta fikr aytishingiz kerak, to'g'rimi? Onlayn kurs tashkillashtirib bersin. Guys, qarang. Bir boshdan shoshmasdan davom etaveramiz. Onlayn kurs tashkillashtirsa nima qiladi? Onlayn kurs tashkillashtirsa, odamlar nima? Odamlar, qarang, can stay aktiv holatda bo'ladi. Guys, odamlar aktiv holatda bo'ladi. Nima? At home. Qarang mana. Uyda ham aktiv holatda bo'ladi. To'g'rimi? Mana qarang mana. Onlayn kurs tashkillashtirib bersin. Onlayn kurs tashkillashtirsa nima qiladi? Odamlar aktiv holatda bo'ladi. Odamlar aktiv holatda bo'lsa nima qiladi? Odamlar nima qiladi guys? Masalan, o'zining ustida qattiqroq ishlaydi. Yo bo'lmasa, workoutlar ham bo'ladi. To'g'rimi? Masalan, ko'proq, masalan, o'zining ustida ishlaydi. Masalan, nima qiladi? They do workouts harder. Qarang, ular qattiqroq workoutlar qiladi. To'g'rimi? Aktivroq holatda bo'lsa, qarang. Mana bunaqa deydi, mana. Odamlar uyda aktiv holatda bo'lsa nima qiladi? O'zini motivated his qiladi, to'g'rimi? Mana qarang. They feel motivated. O'zini motivatsion his qiladi. Motivatsion his qilsa nima qiladi? Qarang, davom etaveramiz, guys. Shu bo'lsin bo'ladi. Bo'ldi mana. Bu onlayn kurs tashkillashtirib bersin. Onlayn kurs tashkillashtirsa nima qiladi?
Ha, odamlar uyda aktiv holatda bo'ladi. Ha, aktiv holatda bo'lsa nima qiladi? Ha, ular o'zini motivated qiladi. Ha, o'zini motivated qilsa nima qiladi? Ha, ular ko'proq nima qiladi, guys? They will do workouts harder. To'g'rimi? Ular qattiqroq mashq qiladi. Ha, qattiqroq mashq qilsa nima qiladi, guys? Ha, ular sog'lomroq bo'ladi. Sog'lom. Tushunarli? Ular qarang mana, they will become healthier. To'g'rimi? Ular sog'lomroq bo'ladi. Ha, sog'lomroq bo'lsa nima qiladi, guys? Sog'lomroq bo'lsa uzoq yashaydi. To'g'rimi? Uzoqroq yashaydi. To'g'rimi mana? They will live longer. Ular uzoqroq yashaydi. Guys, qarang. Bitta g'oya olasiz, bo'ldi. Ha, shu qilsa nima bo'ladi? Ha, shu bo'lsa nima bo'ladi? Shu bo'lsa nima bo'ladi? Bo'ldi, savol berib ketaveramiz mana. Ha, ular nima qilsin? Ha, ular onlayn kurs tashkillashtirib bersin. Ha, onlayn kurs tashkillashtirsa nima qiladi? Ha, nima? Odamlar uyda ham aktiv holatda bo'ladi. Ha, uyda ham aktiv holatda bo'lsa nima qiladi? Ha, ular o'zini motivated qilsa. Ha, motivated qilsa nima qiladi? Ha, ular ko'proq mashq qiladi. Ko'proq mashq qilsa nima qiladi? Ha, ular nima bo'ladi? Sog'lomroq bo'ladi, guys. Ha, sog'lomroq bo'lsa nima qiladi? Ular uzoqroq yashaydi-da. Ko'rdingizmi? Guys, qarang. Endi mana qarang. Ular onlayn kurs tashkillashtirib bersin. Odamlar uzoqroq yashaydi desa ishonadimi? Sen tentakmoqmisan sen? Kallang joydami sen, to'g'rimi? Lekin mana bunaqa ishonyapsizmi yo'qmi? Hozir ishonyapsizmi yo'qmi, guys? Ayting mana. Mana onlayn kurs tashkillashtirib bersin. Onlayn kurs tashkillashtirsa, odamlar o'zini aktiv holatda, nima? Uyda ham aktiv bo'ladi. Aktiv bo'lsa, u motivated qilsa, ko'proq mashq qiladi, ko'proq mashq qilsa, sog'lomroq bo'ladi, sog'lomroq bo'lsa, uzoqroq yashaydi. To'g'rimi yo'qmi, guys? G'oyani xuddi mana shunaqa domino effekt qilib yig'ishimiz kerak. Tushuntira oldimmi, guys? Bitta g'oyani olasiz, qarang, bitta g'oyani olasiz, ivot, ha, shu bo'lsa nima, shu bo'lsa nima, shu bo'lsa nima. Ketdi. Bir boshdan shoshmay g'oya yig'ib ketamiz. Tushunarli? Guys, qarang. Bu birinchidan, bu haqiqatda coherence bilan cohesion'ni yopishtirib beradi. Ikkinchidan, grammatikalar vaqtni ikkiga bo'lib beradi. Hozir ko'rsataman. Bu xuddi shunaqa g'oya yig'ishni o'rganib ol. Keyin nima? Strukturaga tashlashni o'rganasiz. Bo'ldi. Любой task 1-2 keladi, urasiz. Любой task 2 keladi, shuni urasiz bo'ldi. Bir urib ag'daradigan bo'lasiz, guys. Bir urib ag'daradigan bo'lasiz. Prosta ozgina sabr kerak. Nimaga desa, mana shu approachni cho'tka o'rganib olishimiz kerak. Shunday guys, cho'tka o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Guys, qarang. Men masalan zo'r o'taman, tuda demayman. Endi baribir, hammani o'zini xuddi stili, tudasi bor. Masalan men mana bunaqa guys. Masalan ko'plar, masalan bugun writing o'tib beraman, tudasi simple yozib beradi-ku. Cho'tka yozdim, simple tudasi. O'sha simple ko'rasiz-ku, siz yoza olmaysiz, lekin. Siz yozam, nima kerak? Darsmi? Guys, dars deb o'ylaysiz. Masalan, hozir men bitta dars o'taman, bola o'sha yoza oladi. Men javob beraman, yoza oladi. Tanlamay yozadigan bo'ladi. Daraja qanaqa bo'lishini qadrlaydi. Nimaga? Qarang, men qanday yozishni hamma biladi, guys. Task, masalan, blog post yoz deydi. Masalan, bitta introduction bo'lsin, bitta body paragraph bo'lsin, bitta conclusion. Hamma biladi unaqa bo'lishini, guys. Xatda yozib, bitta greeting bo'lsin, conclusion bo'lsin, hamma biladi. Closing bo'lsin, hamma biladi. Lekin qanday yozishni bilmaydi. Nima qilish kerak? Qanday yozishni o'rganishimiz kerak. Tushundingmi? Birinchi, guys, g'oya yig'ishni o'rganamiz. Qarang, bitta so'ragan narsangiz bitta aytasiz. Qarang, mana bu, masalan, oddiy guys, mana bunaqa deydi-da. Masalan, bolalar uyga asli qismi yo'qmi deydi. Qarang mana, siz aytishingiz kerak. Talabalar yoki bo'lmasa children bolalar uyga asli qism deydi. To'g'rimi? Masalan, aytasiz, qarang mana. Children, qarang mana, should bolalar nima qilsin, guys? Should nima qilsin? Do their homework. To'g'rimi? Ular uyga vazifasini qilsin. Ha, uyga vazifasini qilsinmi ular? Uyga vazifasini qilsa, ular yaxshi o'qiydi, guys. They will study deb. Ular yaxshi o'qiydi. Ha, ular yaxshi o'qisa nima qiladi? Ha, ular yaxshi o'qisa, yaxshi universitetlarga kiradi, to'g'rimi? Mana they will enter, ular kiradi. Guys, ular kiradi nimaga? Top universities. To'g'rimi? Top universitetiga kiradi. Ha, yaxshi institutga kirsa nima qiladi? Ha, ular yaxshi ish topa oladi, to'g'rimi? Mana they can find a good job. Ular yaxshi ish topa oladi. Ha, yaxshi ish topsa nima qiladi? Guys, yaxshi ish topsa nima qiladi? Yaxshi ish topsa, nima? Ko'proq pul topadi, guys, mana. They will earn more money. To'g'rimi? Ha, ular ko'proq pul topadi. Ha, ko'p pul topsa nima qiladi? Ha, ular boy bo'ladi, guys. Nima qarang mana? They will be rich. Ular boy bo'ladi. Qarang, mana. Endi, nima qarang. Bolalar uyga asrasin qilsin. Ha, boy bo'ladi desangiz. Ishonadimi bu? Yo'q, ishonmaydi. Lekin menga ishonasizmi yo'q? Ha, bolalar uyga asrasin qilsin, ular yaxshi o'qiydi. Ha, ular yaxshi o'qisa, yaxshi institutga kiradi. Yaxshi institutga kirsa, yaxshi ish topadi. Ha, yaxshi ish topsa nima qiladi? Ha, ko'proq pul topadi. Ko'proq pul topsa, ha, boy bo'ladi. Qanday, guys? Qanday? Normal g'oya yig'ibmizmi? Qiyinmi, guys? Qiyin emas mana. Ha, shu bo'lsa nima bo'ladi? Shu bo'lsa nima bo'ladi? Shu bo'lsa nima bo'ladi? Tushunarli? Bir tek shoshmay, bir ketaveradi. Tushunarli, guys? Bir boshdan ketaveradi.
Mana bu recording ketyapti-yu, recording ketyapti. Recording ketyapti. Tushuntira oldimmi? Xo'p, yaxshi. Endi qarang. Mana bu g'oya yig'ishni bildik, to'g'rimi? Domino effekt nima desa, bu bir-biriga ilashib ketish kerak ekan. Biri ikkinchisini, ikkinchisi uchinchisi, uchinchisi to'rtinchisini tashish kerak ekan. Qarang, bu degan tashyadan fil yasashimiz kerak ekan. Tashyadan fil. Tushunarlimi? Qarang, mana training course qilsin, bu odamlar uzoq yashaydi. Qarang mana, birgina onlayn kurs qilib berdi, odamlar uzoq yashadi, ko'rdingizlar? Lekin ishonchli, ishonardi, guys, ishonardi. Qarang, guys, to'g'ri yo noto'g'ri fikr yo'q. To'g'ri yo noto'g'ri fikr yo'q. Uni qanday isbotlab berish sizga bog'liq. Masalan, qarang, har bitta narsani yaxshi tomoni ham, yomon tomoni ham bo'ladi-da. Tushundingmi? Masalan, mana chekish bor, sigaret chekish. O'shaning yaxshi tomoni bor. Agar uni yaxshi tomoni bo'lmagan hech kim chekmas. Hech kim chekmas. Nima qilasiz? Mana tomdan tasha olish yaxshi tomoni bormi? Uni ham yaxshi tomon bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir siz rasm yozsa, mana mashhur bo'lib ketasiz-da. Tushunarli? Deyarli hamma narsani yaxshi tomoni, yomon tomoni bor. Tushunarli? Chunki nimaga desa, agar yaxshi tomoni bo'lmaganda hech kim qilmas. Masalan, qarang. Bu aytishingiz mumkin. Mana odamlar chekish kerak deysiz. Ha, cheksa nima qiladi? Ha, cheksa, qarang mana, ularda stress kamayadi. Stress kamaysa nima qiladi? Uzoqroq yashaydi. Guys, mana, lekin ishonaysiz-ku, to'g'ri? To'g'rimi? Odamlar cheksa, stress kamayadi. Stress kamaysa nima qiladi? Ular uzoqroq yashaydi. To'g'rimi? To'g'rimi, guys? Xuddi o'shani siz o'shani ishontirib bera olsangiz bu. Masalan, agar siz menga aytsangiz, mana hozir o'zi odamlar sal-sal chekib turish kerak, chunki stress kamayadi. Bu o'zi odamni o'ldirayotgan narsa stress, keyin ular sal bo'lsa uzoqroq yashaydi desam, ishonaman gapingizga. Men ishonaman gapingizga. Tushunarli? Prosta siz qanday ishontirish bilishingiz kerak. Qanday ishontirishni. Tushunarli? O'shaning uchun nima desa, har bitta narsani yaxshi tomoni ham, yomon tomoni ham bo'ladi. Tushunarli? Biz nima qilamiz? Bitta g'oyani olamizdagi shu qismi bo'ladi, shu qismi bo'ladi, shu qismi bo'ladi. Bir boshini shoshmasdan, chiroyli qilib nima qilamiz, guys? Bir boshdan g'oya yig'ib ketaveramiz. Tushuntira oldimmi? Yaxshi. Endi qarang, domino effect approachni formulasi mana bunaqa. Guys, qarang, formulasi mana bunaqa. Endi bu struktura nimadir deb o'ylamang, guys. Shunchaki biz nima qilamiz? Birinchi hozir o'rganamiz, o'zimiz aktivatsiya qilamiz, keyin xohlaganda bu mana shunchaki o'zgartirib ham xohlagan ko'yimizga solib o'ynashimiz mumkin buni. Tushunarli? Tushundingmi, guys? Yaxshi. Qarang, mana bunaqa. When deydi. Shuni qorada bo'laysiz. When yoki bo'lsa if bittasini olasiz. Ketdi. Nimadir deysiz? Xo'p. They deysiz yoki people nimadir deysiz? People. Xo'p. Ma'noga qarab, guys. I вот thereby. Thereby deysiz mana. Endi qarang, as a result natijada deysiz. Nimadir? Xo'p. Which mana qarang. Which bu deysiz nimadir? Tushundingmi? Guys, mana nuqta bor-ku, mana bu g'oyalarning bittasi. Oxirida masalan, mana bunaqa deysiz bo'ladi. This leads to bu olib keladi nimaga? Tushundingmi? Guys, qarang. Bu formulaga tashlash uchun 1 2 3 4 5 6 ta g'oya kerak. Bizda nechta? 1 2 3 4 5 6 ta. Kattaroq 6 ta ekan, guys. Hozir mana shunga shunchaki tashlasak tushadi. Qarang, xuddi mana shu hosilni tashib beraman. Qarang mana, men bu yerga yozaman. Mana bunaqa qilaymi? Qarang mana. When qachonki management onlayn kursini tashkillashtirsa, qarang mana. When qachonki when the management qarang mana. Management organize online courses. Qarang, qachonki men management onlayn kursni tashkillashtirsa, nima qiladi? Odamlar o'zini aktiv holatda his qiladi uyda. To'g'rimi? Qarang mana, men bu yerda mana ketdi mana odamlar, nima people ketdi mana. People odamlar. Xo'p, men bu yoqlik mana people odamlar nima qiladi? Can stay aktiv holatda bo'la oladi. Xo'p, at home uyda. To'g'rimi? Ha, thereby shunday qilib deganiga, shunday qilib prosta therbydan keyin har doim fe'l nima kelishi kerak? Bu ing da kelishi kerak. Thereby ishlatishingiz uchun men qarang, bundagi gap bilan bundagi gapni guys egasi bir xil bo'lishi kerak. Mana bu bunda ham o'sha odamlar bo'lishi kerak. Tushunarli? Guys, hozir siz g'oya yig'ayotganda odamlarni sudrab yig'ib turasiz. Masalan, qarang, onlayn kurs tashkillashtirasiz. Tashkillashtirsa nima qiladi? Odamlar uyda aktiv bo'ladi. Ha, odamlar nima bo'ladi? Ular motivate. Ha, yana ular faqat ular deb yig'ib turadi. Tushunarli? Chunki biz cho'kki bo'lganimizdan keyin ular demak boshqacha qilib yig'ishni o'rganamiz keyin. Tushundingmi? Qarang. Bir boshdan ketdi mana. When dedik. Bo'ladi mana when. Xo'p, qachonki men management onlayn kurs tashkillashtirsa, people odamlar bu uyda ham aktiv holatda bo'ladi. Thereby shunday qilib nima bo'ladi? They feel motivated. Prosta therbydan keyin bu fe'l ing keladi. Thereby feeling motivated. Nima? Motivated his qiladi. Bu nuqta. Tushundingmi? Mana thereby. Ko'rdingmi mana? Endi nima? As a result natijada is a result
Natijada biz natijada nima bo'ladi? No, they will do workouts harder. Ular qattiqroq workout qiladi. Qarang, they will do workouts harder. Ular qattiqroq workout qiladi. Which bu guys, mana просто mana bu narsa bu degani bor-ku. Mana bu butun boshli gap degan. Qarang, ular qarang qattiqroq mashq qiladi. Bu o'sha mashq qilishi degan. Tushunarli? Bu nima qiladi guys? Qarang, ko'p mashq qilsa nima edi? Ular sog'lomroq bo'ladi. Bu ya'ni o'sha mashq qilishi helps, yordam beradi. Helps them ularga yordam beradi. Nima qilishga? Masalan, become healthier. Sog'lom bo'lishga yordam beradi. To'g'rimi? Keyin nima? Nuqtami? Bo'ldi. Nuqta. Xo'p, keyin nima? This leads to. Bu olib keladi degan. Tushunarli? Bu olib keladi. Bu sababchi bo'lib degan. Просто leads to degan yo ot yo ing forma keladi. Xo'p, yozamiz buni. This leads to bu olib keladi. Nimaga olib keladi, guys? Yo ing formadagi fe'l yo nima ot. Nima? Living longer. Uzoqroq yashashga olib keladi. Mana. Living longer. Uzoqroq yashashga olib keladi. Endi qarang. Просто domain effekt tashadi. Mana bu g'oyani yig'ishga qiynaldimmi? Yo'q. Hozir qiynalayotgan bo'lishim mumkin, lekin 5-6 ta qilganimdan keyin qiynalmay qolaman. Qarang. Endi mana sizdan so'radi guys. Boyagi xatda siz 1-2 ga yozishingiz kerak, to'g'rimi? 1-2 ga, mana 1-2 ga yozishingiz kerak bitta alternative activity. O'sha payt nima qilib beraylik, to'g'rimi? Nima qilib berasiz? Mana onlayn kurs tashkillashtirib berdi deydi. Boyagidek mana g'oya etdi. Tashkillashtirsin bo'ladi. Odamlar shuni, keyinchi deb. Endi qarang. Tarjima qilamiz. Qachonki menejment onlayn kursni tashkillashtirib bersa, odamlar uyda ham aktiv holatda bo'ladi. Shunday qilib, ular o'zlarini motivate qiladi. Natijada ular ko'proq o'zlarini masalan workoutlar qiladi. Bu ularga sog'lomroq bo'lishga yordam beradi. Bu nimaga olib keladi, guys? Uzoqroq yashashga olib keladi. Ko'rdingizmi? Oddiy bitta onlayn kurs tashkillashtirib berdik. Nima? Bu uzoqroq yashashga sababchi bo'ldi. Tushundingmi, guys? Nima qilishimiz kerak desa, birinchi biz mana bunaqa g'oya yig'ishni o'rganamiz. Keyinchi. Tushunarlimi? Masalan, mana qarang, mana bolalar kitob o'qish kerak. Kitob o'qisa nima bo'ladi? Kitob o'qisa fikrlash kuchi. Fikrlash kuchi esa nima qiladi? Fikrlash kuchi esa yaxshi ko'p o'rtoq olib turadi. Ko'p o'rtoq olib tursa nima qiladi? Masalan, o'zini masalan yaxshi his qiladi. Yaxshi his qilsa nima qiladi? Bu nimadir bo'ladi. Tushunarli? Yoki bo'lsa buni mana bunaqa deysiz, mana bolalar yaxshi o'qish kerak. Yo bo'lmasa bolalar kitob o'qish kerak. Kitob o'qisa nima qiladi? Yaxshi o'qiyman, to'g'ri? Yaxshi o'qisa universitetga kiradi. Universitetga kirsa nima qiladi? Boynagidek, guys. Universitetga kirsa yaxshi topadi, yaxshi topsa boy bo'ladi, boy bo'lsa baxtli yashaydi berasiz. Tushunarli? Birinchi mana bunaqa g'oya yig'ishni o'rganamiz, keyin o'shani prosta mana bunga tashlashni o'rganamiz. Prosta tashlash. Endi qarang, siz masalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta g'oya topolmasangiz nima qilasiz? Siz 2 ta g'oya topdingizmi? Mana bunday olasiz, bo'ldi. Ikkitasini yozib qo'yasiz, bo'ldi. 2 ta g'oya oldingiz, ikkitasini yozasiz, bo'ldi. Bo'ldi, guys. Masalan 3 ta topdingizmi? 3 tasini yozasiz, bo'ldi. Mana 3 ta topsiz, 3 ta yozing. 4 ta topdingizmi? Bo'ldimi? 4 tasini yozing, bo'ldi. Kelishib turishdik. Bo'ldi, nuqta, bo'ldi. Tushundingmi, guys? Qarang, hozir biz mana shuni yaxshilab olaylik. Ertaga mana shuni cho'tga avtomat qilamiz. Guys, qarang, siz domain effekt bilasizku? Domain effektni bilasiz. Domain effekt cho'tga rivojlantirishni bilsangiz, sizga ertaga nima tushdan qat'iy nazar imtihonda 2 ga bo'lib bersangiz bo'ladi, guys. 2 ga bo'lib bersangiz bo'ladi. Tushunarli? Bu konkret aytaman. Masalan, men oktabrda topshirmagan, o'z niyatimda hech balo yo'q edi. Prosta topshiryapman. Nimaga bilasizmi? Xuddi mana shunaqani, masalan, men guys, qarang. Domain effektni o'ylagan boshqa tudasizlar, masalan, task 1-1 ham, task 1-2 ni ham, task 2 ga ham hammasiga shunaqa bir tabiiy, hamma 100% yoza oladigan cho'tki, masalan, endi o'zim yaxshi deb o'ylagan struktura o'ylab chiqaman. Bu dashi speakingga ham, 1-1 ga ham, 1-2 ga ham, speaking 3 ga ham, tushunyapsiz? Masalan, ertaga imtihon kiramandagi nima savol tushdan qat'iy nazar, xuddi men qanday o'rgatsam, shuni o'shani yozib chiqaman. Ertaga speakingda nima savol tushdan qat'iy nazar, men bolalarga hozir qanday o'rgatsam, o'shani men gapirib chiqaman. Nima uchun bilasizmi? Menga qiziqmas necha olish. Menga qiziqmas. Masalan, bir xil aytadi, deydi 350 marta Sivon olaman. Masalan, bir xil aytadi, 10 marta Sivon olaman. Nima kerak, guys? O'sha 2 marta Sivon oldingizmi? Bo'ldi, 100 marta topshingiz, 100 tasini ham Sivon olib chiqaverasiz, bu. Nima ma'no? Nima qilish kerak, guys? Prosta men ko'rishim kerak, haqiqatdan shu metod ish beradimi? Agar ish bersa, bos taqir nima? Bolalarga bos deyman, bo'ldi. Lekin 100% ish beradi, guys. 100% ish beradi. Aynislarda ish bergan, bunday ham beradi. Xo'p, guys, yaxshi. Endi mana buni qanday deb o'ylaysiz, guys? Mana shuni. Nima deb o'ylaysiz? Agar mana shuni yozib bersangiz, qarang. Masalan, mana siz nima qilaysiz, guys? Qarang. Mana buni domain effekt yozdingizmi? Qarang. Sizdan nima tashkillashtirib beraylik dedimi? Bu 1-2 da shuni so'radi, to'g'rimi? 1-2 da shuni yozib bersangiz nima qiladi? Yomonmi, guys?
Zo'rmi? Zo'rmi? O'sha mana bu grammatikani ko'radi-ku guys. Mana when'ni ko'radi, mana bu people qilib, mana bu therby'larni ko'radi, is a result deb, mana bu which qilib ko'radi-ku. O'sha ular jinni bo'lib qoladi. O'sha ular hayotida ko'rmagan, mana bu Maltada yo'lda hech kim bunaqa yozib bermagan grammatikalar ko'radi guys. Tushunyapsizlar? Просто seriozlik qilib chiqish kerak-da guys. Qarang, endi men mana ko'rsata olaman, lekin mana yerda bir sizda EP, eklar qolib ketsa men sizga yordam bera olmayman-da guys. O'shaning uchun generalni yaxshi qilib kelsangiz, o'zim cho'tka qilib beraman. Tushunyapsizlar? Mana bu degani ertaga hozir generalingiz yaxshi bo'lsa, guys, grammatika general mayli. Grammatikaga yaxshi bo'lsa, hozir men o'rgatgan 2 kunlik writing darsi bilan shunchaki ertangi imtihonni yopishtirib chiqsangiz bo'ladi. Yopishtirib, tushunyapsizmi? Yopishtirib chiqsangiz bo'ladi. Guys, mana shuni yozsangiz, mana shu approachni o'rganib olsangiz, nima deb o'ylaysiz? Lipoy savolga yoza olasizmi? Guys, qarang, sizga mana bunaqa deydi-da. Qarang, mana tastuda nima degan? Qarang. Qotdi deb beraman. Yo'q, qotmadi. Onday demang, Guys, qarang, mana bunaqa. Mana bu tastu. Qarang, hozir bu bitta domain effekt bilamiz. Bo'ldi, o'sha tastular o'sha o'yinchoq sizga, guys. O'yinchoq. Men bitta ko'rsam qanday yozishim bo'ldi. Qarang. Tastu nima degan? Sizga degan, bu sizdan so'raydi-da. Katta shaharlarda yashash yaxshimi yoki kichkina shaharchada? Siz aytasiz. Mana menimcha deysiz, katta shaharda yashash yaxshi. Tushunarlimi? Qarang mana. Mana ketdi mana. Odamlar shaharda yashasin. Qarang mana. Qachonki odamlar shaharda yashasa, ular nima? Yaxshiroq ta'lim ola oladi. Yaxshiroq ta'lim olsa, mana ketdi ham. Yaxshi institutga kiradi, yaxshi topadi tutasiz. Domain effekt ketdi. Yolg'onsa nima? Qarang mana. Odamlar nima qilsin? Qishloqda yashasin. Qarang mana, odamlar qishloqda yashasinlar. Toza havoda nafas oladi. Toza havoda nafas olsa nima qiladi? Sog'lomroq bo'ladi. Sog'lomroq bo'lsa nima qiladi? Uzoqroq yashaydi. Bu qiyinmi? Guys, yo'q. Masalan, shaharda yashar. Shaharda yashasa nima qiladi? Shaharda yashasa yaxshiroq nima oladi? Healthcare oladi. Healthcare bo'lgandan keyin nima qiladi guys? Uzoqroq yashaydi deysiz. Bu nimadirlar bo'ladi. Tushunarli? Bo'ldi guys, qarang. Sizga bitta domain effekt ishlab turibsizda. Bir dona domain effekt. Bu mana shu hozir men o'rgatgan approach bilsangiz bo'ldi. Siz prosta yorib chiqasiz. Guys, qarang. Siz o'ylamang, mana bunda qarang, oldinlar 5 ta, 10 ta anaqa bo'lardi, bilasizmi? Masalan, xili bo'lardi. Masalan, problem solution, cause and effect, agree, disagree, advantage, disadvantage bor-ku. Positive or negative development o'shalar bor-ku. O'shani xuddi o'sha tushadi. Xuddi o'shaning savolni beradi, bo'ldi. Biz o'ylashga vaqtimiz yo'q-da. Qarang, bu nima edi? Bizga qiziqmas. Bizga qiziqmas. Hammasini domain effekt yozsa bo'ladi. 100% bo'ldi. Bittasi shahar, bittasi qishloq bo'ldi. Bu ikkita domain effekt bo'ldi. Jayni solib chiqasiz. Tap urib chiqasiz. Men o'zim ko'rsataman. Domain effekt bir xil payt g'oya kelmay qolsa nimalar qilish kerakligini keyin. Shunga hozir nima deb o'ylaysiz, guys? Mana shuni, agar mana shu domain effektsiz cho'tki qilsangiz, nima deb o'ylaysiz? Biror bir savol sizni ushlab qoladimi? Biror bir, masalan, nima tushishidan qat'iy nazar, dashi eskisi tushib qoladi-ku, eskisi. Eskisi tushib qolsa, menimcha o'ylayman, shunchaki shamini yoqib chiqsangiz bo'ladi. Shunchaki ikkiga bo'lib bersangiz bo'ladi, guys. Nima deb o'ylaysiz? Ovoz boryapti o'zi. Boryapti yo'qmi o'zi? Bo'ladi, 350 marta ishlatsak ham bo'ladi. 350 marta ishlatsak ham bo'ladi. Hozir ko'rsataman, guys, damlikka qanday qilish. Guys, qarang, masalan, hozir men sizga mana buni qator qildim-ku. Qarang, hozir mana shuni men qator qilmay, mana qarang mana. Prosta biz hozir mana shuni ishlatishni o'rganishimiz kerak. Keyin buni o'yinchoq ishlatamiz. Tushunarli? O'yinchoq. Mana men hozir mana qarang, umuman boshqacha ishlatib beraman sizga. Mana shunchaki mana bunday olamiz. Qarang, xuddi mana shuni mana hozir boshqacharoq ishlatib beraman. Qarang mana. Birinchi aytaman-da, if mana if agarda qarang, mana buni aytaman. Agarda mana bu management ana qilsa, mana odamlar aktiv holda bo'lib, endi buni bir xil bo'ladi baribir. Xo'p, mana endi qarang, mana Zerbayku, Zerbayni olmaymiz. Guys, qarang, mana qarayman. Mana agarda ketdi mana. Mana agarda deb management kurs tashkillashtirsa, odamlar o'zlarini yaxshi his qiladi. Shunday qilib nimadir demayman-dagi, bu odamlarni yaxshi his qilishi nima qiladi, guys? Masalan, ularni yaxshi his qildiradi. Which qarang mana, which makes them feel motivated. Tushundingmi? Mana, guys, qarang. Hozir biz nima qilamiz? Mana qarang, prosta men o'yinchoq qilib ishlatyapman domain effekt.
xohlagan joyini o'zgartirib tashlaymiz. This leads to oralarga tiqib yuborasiz, guys. Mana bu ikkitani to'xtatasiz, yo whichni mana bu joyga qo'yasiz, zerbayt pastga qo'yib yuborasiz. Keyin bo'ladi bu. Hozir nima qilamiz? Bu sizlar o'ylamanglar, oson emas uncha. Oson emas. Guys, lekin buni bitta o'rganib olgandan keyin prosta o'zingiz qilib olasiz bo'ldi. Xohlagancha o'zgartirib tashlaysiz. Tushunarli? Masalan, qarang. Keyin nima deysiz? Masalan, qarang. Shunchaki whichni o'rniga nuqta qo'yib this deb boshlab ketsangiz ham bo'ladi. This leads to emas, shunchaki this o'zini boshlab ketsangiz ham bo'ladi. Bular nima? Sekin-sekin keladi. Sekin-sekin. Tushunarli? Sekin-sekin bittada emas. Tushunarli? Endi nima qilamiz, guys? Mana buni yozdik. Endi siz mana buni yozasiz. Guys, qarang. Keyin mana bunaqada sal tarjimasini qilib ko'ring. Bu o'xshamasa, nimadir o'xshamasa, o'shani sal yo'qotib keting. Qarang, hozir biz nima qilamiz? Mana shuni, guys, bu. Rasmdan ko'ra mana shu yaxshi. Mana xuddi mana shuni nima qilamiz? Dominikga tashlaysiz. Ketdi, guys. Mana shuni Dominikga tashlaymiz. Ketdi, guys, Dominikga tashlaymiz. Mana shuni Dominikga tashlaymiz. Biz nima qilamiz? Ko'ramiz keyin. Guys, qarang, bu nima desa, bu shunchaki g'oyani rivojlantirish, tushunarli? Tas 1-2 ni 1 minutda o'tib beraman keyin. Undan muammo yo'q. Tas 1-2 shunchaki shamini yoqasizlar. Qarang, siz Dominik bilsangiz bo'ldi. Qarang, guys, Dominik bilsangiz bo'ldi. Nima qilasiz? Bu tas 1-2 ni shuni o'tib ketasiz. Bu faqat Dominik yozasiz. Tas 2chi faqat Dominik yozasiz bo'ldi. Ketdi, tugaydi hammasi. Yozib beramiz, guys. Activate qilaylik o'shani, guys. Activate qilaylik. Qani? Sizlar yozinglar-da, guys. O'zingiz yozolsangiz. Bo'ldi, yozingiz o'zingiz yozolsangiz. Bo'ldi, yozavering, nima? Buni bilek. Hozir men yozib bersin, nima? Tentak o'xshab yozib beraversin. Sizlar bir bilan o'rganishlaring kerak, guys. Men bir bilan bilmasam o'rgatmasam kerak. Yozib bera olmasam. Shoniyni yoqmasam kerak, guys. Hozir nima qilamiz? Mana shuni o'rganinglar, guys. Sizlar o 1-2 deb o'ylamanglar. Men aytayapman, guys. O'yinchoq u narsalar. Mana shuni o'rganing bo'ldi. Mana shuni o'rganing. Yozinglar, guys. Tekshiraylik chiqani. Guys, boshidagi nechtani tekshiramiz, hammasini tekshirishimiz imkonimiz yo'q. Shuni aytib qo'ying. Yozinglar, guys. Shoshish kerak emas, mana domino effekt. Bo'l. Guys, keyin sizlarga qattiq maslahat beriladi, guys. Masalan, qarang. Hozir sizga mana recording qilinyapti-ku, recording qilib, o'shani sizlarga tashlab beraman. Обязательно ko'rish kerak, guys. Sizlar o'ylamang, domino effekt bo'ldi, yorib tashladi emas. Buni konkretni qayta eshitib aktivatsiya qilish kerak, guys. Cho'tki qilib o'rganasiz. Bo'ldi. Shamni yoqishda bo'ldi. Muammo emas. Tushunarli? Bo'ldi. Hi sir, I just got a message from the new sport club. Bo'ladimi? Z kerak, Z sport club about about master. Guys, qani yo'q. Months to repair it. I was really upset upon hearing this news. Because I'm really keen on training in this club. In my opinion, they should add new equipment and organize online lessons so that its members can train freely. Easily bo'lsa yaxshi, freely sal metoda. Tekin, atak yaxshi, boshida grammatik xatolar to'g'rilash kerak lekin. Tushundingmi? John. Qaraymiz. Tekshirdik. Guys, qaraymiz. Endi sizlarga bitta narsa, uyda, guys, har doim aytib, uyda biror bir xat yozaysiz, nimadir qilaysiz, ustoz yo'q, masalan, to'g'rimi? Ustoz yo'q, nima qilasiz? Mana bu Grammarly degan programma bor. 100% ekan. Prosta bu Gmail kiritish kerak bo'ldi, email account kiritish kerak bo'ldi. Qarang, mana nima deydi? Mana shuni ochib olasiz. Masalan, hozir yozyapsiz-ku, domino effekt qilaysiz boshqa. Shunchaki mana shuni yozasiz. Masalan, qarang mana.
Tom deysiz. Qarang, go school deysiz. Qarang, Tom go school. Tushundingmi? Tom go school. Endi nima qiladi? Mana qarang, ta'kid chizib qo'yadi. Borasiz, shunda qarasangiz, bu ko'rsatadi go emas, garan qo'y, goes to bo'ladi deydi. Qarang, shunchaki bosasiz, o'zi to'g'rilab beradi. Ko'rdingizmi? Sizning grammatikaningizni to'pga olib chiqib beradi. Siz guys, to'g'risini aytaman, mana shunda yozdiring, o'shanda sizga cho'tki bo'ladi hammasi. Tushuntira oldimmi? Muammo yo'qmi guys? Hozirlarga men tashab qo'yaman. Qarang guys, mana. Hozir qaysining manbaning tagiga tashab qo'yaman. Manba. Tushunarlar? Bu nimaga desa, men buni sizlar o'zlaring ovsang bo'ldi-da manba kommentidan. Tushunarlar? Chunki men buni uzatish yo'q, guys, kanalda uzatish yo'q. Guys, qarang, mana bu hozir o'tayotgan narsalarni tashlaymiz. Bu qadriga yetadi-da, tushunasizlar? Bu konkret qadriga yetadi. Bu boshqa kurslarda olsangiz ham bunaqa narsa o'rgatmaslik mumkin, guys. Qadriga yetadi. Vot imtihon boshlangan kungacha o'sha rekording turadi. Tushunarli? Imtihon boshlangan kun 18-kuni ertalab rekordingni o'chadi, kanal polni ochiladi, polni uzatishlar hamma narsa yonib qoladi keyin. Tushunarli? Guys, hozir uzatib bo'lmaydimi? Uni yozmanglar endi guys. Men bu guys, u part 1 yozmanglar endi. Domain effect ko'raylik. Hi, and I just an email from the city from the library manager. I think they are going to repair. Mayli bo'ladi, so'zib. Meaning was they going to repair so that we should stay at home for reading books during guys, qarang, hozir ma'no yo'qda sizga. Qarang, men hozirgina mana bu kutubxona, mana bu library managerdan oldim debsiz. Mening o'ylashimcha, ular nima? Bu kutubxona, bizning kutubxonani ta'mirlashmoqchi. So'zib nima uchun, guys? Biz nima uyda o'qishimiz uchun. Stay at home uyda qolishimiz uchun for reading books, kitoblar o'qish uchun. Yo'q, o'sha ma'no yo'q. Ma'no yo'q, guys. Guys, men I think demadim-ku. Men bundan keyin bitta anaqani aytib olish kerak dedim-ku. Oti nima edi? Bu topikda aytish kerak dedim-ku. I'm really upset about this situation, not only guys, qarang, mana shuni nima qilasiz? Mana bunday olasiz. Guys, buni hozir grammatikasi juda ko'p-da, xatosi. To'g'ri bo'lmaydi. Men buni olib kelasiz. Sizga mana shuncha qilib beradi. Mana bu deydi. Qarang, zeni qil deydi. Mana bu joyda mana olib tashladi deydi. Qarang, mana bu joyda masalan to read qil deydi. Mana bu joyda nima? During nima ekan? For deydi. Mana makingda nima deydi? Also. Tushundingmi? Systemda nima deydi? Z deydi. Mana bu also-ni shunchaki is deydi. Tushundingmi? Lekin qarang, hi Anna, I just got an email from the library manager. I think they are going to repair our library, so shuning uchun we should stay at home to read books for 3 weeks. Bo'ladi. I'm really upset about this situation, not only doing redesign in addition, but also making the system better is also needed. Kerak. Anyway, let's hope they will listen. Take care, Dilya. No, bye. Shunday guys. Xuddi shunga tekshirtirasizlar. Xuddi shunga. Bo'ldi, ketdik. Biz domain effect ko'ramiz, xat yozganni o'qimaymiz. Xat yozgan o'qimaymiz, domain effect ko'ramiz. Bo'ldi. Mana Sevara Bazarbayevnadan kelibdi. When children should do the yana. Guys, qarang, Sevara Bazarbayev. Endi guys, qarang, tarjima qilinglarda keyin men endi yozib tashlayveraman anaqaga, planga. Sizlar qarang mana, tarjima qiling. Qachonki bolalar uyga vazifalarini qilishlari kerak bo'lganda, ular nima? They will stay well. Ular yaxshi qoladi. Yo'q, study well. Guys, men stay degan bunda. Study deganman-ku, guys. Keyin qarang, shudni olib tashlash kerak-da, Sevara. Shudni olib tashlang mana. Qachonki mana bolalar uyga vazifalarini nima qilishganda bo'ladi. Shu bo'ldi, guys, tarjimasiga qaranglar-da. Tushunarlar? They will study well. Ular yaxshi o'qib, thereby entering top universities. Hop, as a result natijada juda ko'p spelling xato buni kechirmaydi lekin. Sevara Bazarbayeva ertaga masalan imtihon kirsangiz bularni kechirmaydi. Bu shoshish kerak emas. They can find a good job which. Guys, qarang, whichdan keyin qarang. Sevara Bazarbayeva. Buni ko'rmayapsizmi deyman, sen. Zapslarni ko'rmayapsiz-da, guys. Men to'g'risini aytdim, men qayta ko'rish kerak-da. Qayta ko'rish kerak. Which degani bu. Qarang mana, bundan oldin whichni ishlatishdan oldin vergul bo'lish kerak-da. Tushun, bu degani men butun boshli gap. Bu deganiga bundan keyin fe'l kelish kerak. Fe'l kelish kerak. Which helps them, ularga yordam beradi to earn more money. Hop, this leads to, bu savol, guys, mana nuqta boshqa boshlangan, boshqa gap.
boshqa gap boshlang. This leads to bu sababchi bo'ladi. Xo'p, nimaga? Yo'q, bu leads to dan keyin yo ot yo gerundli forma keladi. Sevara buni to'g'rilash kerak bo'lmaydi bu. Bo'ladimi? Tak. Bo'ptimi? If children do homework, agarda bolalar uyga yozalar bo'lsa, they will study. Ular yaxshi they thereby-dan keyin guys fe'l ing da keladi. Bo'ldi. Thereby-dan keyin they tashab ketadi. Thereby entering top universities. Afterwards they can keyinchalik afterwards number. Endi qaysidir ma'no to'g'ri men ishlatmayman. Ishlatmayman. Afterwards they can find a good profession. Other which guys bu yaxshi nima ko'proq bu ko'proq yaxshi topishi ko'proq yaxshi yordam ko'p topish. Student engineer reach do the homework study well sites bundan tashqari they will enter top negative ma'no uchun keladi. O'shaning uchun as a result bo'ladi. Is sequence xato. They will find will pay jobs for. Hope this leads to huge amounts of wages for them. Additionally, they will be wealthy. Bu qo'shimchasi ular qo'shimchasi emasda. Qo'shimchasi emas, natijada bo'lishi kerak. Guys, qarang, men farqi yo'q. Guys, bitta narsa aytaman. Yomon deyman. Xohlagancha yozishlaring mumkin. Lekin sizlarga kutilmasa, meni buzish emas, xolos. Buzish kerak emas, guys. Men bizmadan meni tiqishlar ko'p narsalar o'rniga, o'rniga. Guys, ro'jish bo'lmaydi. Xafa bo'lmang. Men chesingman, basharasiga aytaman. Masalan, bittasi aytdi. Ustoz men qattiq 10 soat dars, hozir masalan 2-oydaman. Yangigacha sizni ola olmaymanmi dedi. Yangigacha dedim. Men basharasiga aytdim, guys. Endi nima degan ustoz dedim. Men to'g'risini aytaman, foydasi yo'q. Guys, agar hamma 4 oy ichida sivatolni hozir imtihonda yiqilmas. Sizlarga masalan qarang. Hozir men ishlatinglar zo'r. Prosta guys, men bo'lmagan keyin birlar o'zgarishlar qo'shasiz. Ya'ni siz o'zgartmang. Shuncha men so'zlarni o'zgartirmayman. Men ichini o'zgartirib o'zi yetadi. Mana siz men ichini o'zgartiring. Men ichini. Masalan, siz activity remain yo boylar masalan a well paid job o'shanaqa good job o'rniga a well paid job. Ana sizni maqomingiz. Men paket yemay o'zgartirsa eski hamma eski tos. Bu oldingidan yuraverasiz. Nega farqi yo'q, guys? If children do their homework, they will study well, thereby entering top university. As a result, they can find a good job which helps them earn more money. This is to become ikkiga bo'lib bergan mana. Qarang, mana hozir shu to'g'ri yozyapti-ku. Bu boshqalarni to'g'riga emasda, ertaga imtihonda xuddi shuni yozib chiqsang, guys, bu seriozmi? Shu 60+ qo'yib beradi, guys, 70+ qo'yish mumkin. Endi bilib bo'lmaydi. Tushundingmi? When the club rescheduled the meeting, members can attend the party, thereby feeling encouraged. Man feeldan keyin qanday his qilish kerak? Ezarasiz natijada, we will go, biz u yerga boramiz. Which bu biz u yerga borishimiz degan. Whichdan keyin men bilaman. Exercise our daily discussion. Yo'q. Bu biz u yerga borishimiz. O'sha g'oyani aytdim. Tushunarli? Qanday qilishni bilmadim. Tushunganim yo'q g'oyangizga. Men endi qo'shib bo'lmaydi-da, qarang mana. Bu nima qiladi bu? Mana natijada biz nima qilamiz? Biz u yerga boramiz. Bu bizni borishimiz nimadir qiladi deyish kerak. This leads to stop getting attracting more better. Yo'q, more better method. More better emas. When children should do their should must, guys. Mana tarjima qilib ko'ring, charos. O'zingiz shunchaki tarjima qilib ko'ring. Qachonki bolalar uyga vazifalarni qilishlari kerak bo'lganda, ular yaxshi o'qiydimi? Yo'q. Guys, keyin mana bu nuqta emas-ku, virgul-ku. Off, guys.
Xo'p. Guys, yozibmi? If children do their homework, they will study well, thereby entering top universities. As a result, they can find a good job, which helps them earn more money. This leads to becoming rich. So, this leads to dan keyin berib kerak emas. Hi Anna, bu meniki ekan. Teacher shu programmani copyright qilib tashlab. Copyright qildim, guys, o'sha kommentiga. Play Marketdan ham chiqadi shunday. If children do their homework, they will study perfectly. Hope, mayli, thereby entering top universities as well as obtain scholarships. Hope, as a result, they can find well-paid jobs, which helps them to open many opportunities and doors. Opportunities o'zi yetadi, doors kerak emas. This leads to leading happy life again. To'g'ri, uzr. And well satisfied. No, zo'r. Chut, guys. Why is study children music subject important? Why is study? Yo'q, men bunaqa gap yo'q. U tushunmadim. Unaqa xato lekin bunaqa gap yo'q. When children should qarang, Gulruh, mana shu topda tashlashimiz kerak-da. Guys, qarang, endi tarjima qilib qo'ying. Kerak degan narsa bizga hozir kerak emas-da. Qarang mana. Bolalar musiqa o'qishi, musiqa darslarini o'rganish kerak bo'lganda emas-da. Bolalar musiqa darsini o'rganganda o'sha metoda. Guys, qarang, mana o'sha ven bor-ku, mana ven qo'yilgandan keyin mana bunaqa narsa ajra olmaydi, guys. Mana ikkalasi umuman ajramaydi. Qolgan ajrashi mumkin, mana ikkalasi ajramaydi. Gulruh, mana buni to'g'rilab olamiz. Tushundingmi? Bu bo'lmaydi bu. Grammarly, guys, mana Grammarly deb yozasiz. Grammarly, mana Grammarly deb Play Marketga yozsangiz chiqadi. Tushunarli? Grammarly deb. Bo'ladi, guys. Bo'ladi. Bu bo'ladi menimcha. Bo'ladi, guys, men endi o'zim davom etaman. Ketdim, mana buni yozamiz, qarang mana. Mana ketdim. If, agarda farqi yo'q. If children, qarang, agarda bolalar do their homework, qarang, homework, agarda bolalar o'zlarining uyga ishlasini qilsa, xo'p, nima qiladi, guys? Mana oddiy they will, qarang, they will study well. Ular yaxshi o'qiydi. Thereby natijada nima qiladi, guys? Shunday qilib deganda, mana thereby shunday qilib nima qiladi? Entering top universities. Top universities nuqta as a result natijada nima qiladi, guys? Natijada they can find a good job. Oddiy tuzatgan, guys, a good job, hope, which nima qiladi, guys? Which helps them, ularga yordam beradi. Guys, u kimlardir ruhlantirish mumkin, o'zingiz bilasiz. Bu degan, which degan bu butun boshli gap. Qarang, ular yaxshi ish topadi. Bu degan o'sha ish, yaxshi ish topishni ularga yordam beradi. Them nima qilishga, guys? Earn more money, ko'proq pul topishga yordam beradi. More money, hop, nuqta, as this leads to, bu olib keladi, this leads to olib keladi, becoming rich. Tushundingmi? Bo'ldi. Endi, guys, sekin rivojlantiramiz. Masalan, this leads to ishlatdik-ku. Bo'lmasa buni ishlatib, mana bunaqa desak ham bo'ladi. Mana butun boshli gapda, mana which degan butun boshli gap edi-ku, ular yaxshi ish topadi. Bu ish topishi yordam beradi dedik-ku. Mana o'sha bu deb undan oldin gapni aytmoqchi bo'lsa, qarang mana. Bu ularga nima? Ko'p pul topishga yordam beradi. Bu ya'ni o'sha ko'p pul topishga yordam berishi, aziz nima qiladi? Makes, guys, mana makes people, odamlar nima qiladi, guys? To become rich. Boy qiladi. Ko'rdingizmi? Guys, prosta hozir biz nima qilishimiz, mana shunga tashlash o'rganishimiz kerak. Keyin o'xshatsak bo'ladi. Keyin nima qilsak, o'zimiz har xil narsalarni qo'shib tashlasak bo'ladi. Tushundingmi, guys? Keyin o'zimiz har xil narsalarni qo'shib tashlasak bo'laveradi. Qarang, hozir mana shuni ko'rsa, u seriously, guys, uncha-munchasi yozolmaydi buni. Mana bunda olasiz. Mana plus spelling universities. To'g'ri bo'ldi.
Mana buni shunchaki anaqa. Ya, четко, guys, makes people. Просто mana bunaqa desang bo'ladi deydi, mana. Become desang ham bo'laveradi. Shunchaki odamlarni boy qiladi desang ham bo'ladi deyapti. Qarang, mana odamlarni boy bo'lishiga sabab bo'ladi. Yoki bo'lmasa shunchaki odamlarni boy qiladi. Tushundingmi? Shunchaki makes people rich. Odamlar boy qiladi. Tushundingmi? Farqi yo'q, guys. Qarang, xatoini topmadi, boshqa qiladi. Bu normal. Tushundingmi? Mana shunchaki mana buni shunchaki olib tashlaymiz. Bu просто tabiiyroq ko'rsatadi u. Tushunarli? Mana bu endi guys, o'zingiz masalan well paid jobs, open masalan doors deysizmi, farqi yo'q. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa creates opportunities deysizmi, maqsad emas. Tushunarli? Guys, qiyin makani yo'qmi? Qiyinmi yo'qmi? Liboy narsa, guys, liboy narsa. Mana bunaqa narsa, guys, mana oddiy, masalan qarang, Shahzod, qarang, buni should yaratish kerak, qarang. Masalan, hamma hozir ayting yoza olmayapti, qiynaladi. Shahzod should create yaratish kerak. New approaches. Shahzod yangi approach yaratish kerak. Yangi approach yaratsa nima qiladi? Bolalari osonlikcha, mana qarang. Mana students talabalar, qarang, can write. Qarang, masalan, mana bunaqa muammo bor. Bu hozirda deydi, mana qarang. Hozirda ko'plar insho yozishga qiynalayapti. Qanaqa yechim aytdi-ku, bu bitta yechim. Shahzodmi yangi approach yaratish kerak. Yangi approach yaratsa nima qiladi? Bolalar osonlikcha nima qiladi, guys? Mana qarang. Shu aniq davom etamiz. Shahzod yangi approach yaratsa, yangi approach yaratsa nima qiladi? Talabalar osonlikcha nima qila oladi? Yoza oladi. Write, masalan, essays, insholar, osonlikcha insholar yoza oladi. Ular osonlikcha yozib nima qiladi? Qiynalib yuraversinlar deydi. Yo'q, osonlikcha yozsa nima qiladi? Bu talabalar, qarang, students, talabalar nima qiladi? Get oladi. Nima? Good results. To'g'rimi? Yaxshi natijalar oladi. To'g'rimi, guys? Yaxshi natijalar oladi. To'g'rimi? Mana talabalar yaxshi natija oladi. Yo'q bo'lsa, students achieve high scores desak farqi yo'q. Tushunarli? Bu achieve high scores. To'g'rimi? To'g'rimi mana? Bolalar qiynalayotgan nima qilsin? Shahzod yangi approachni o'ylab topsin. Yangi approachni o'ylab topsa nima qiladi? Talabalar essaylarni osonlikcha yozadi. Osonlikcha yozsa nima qiladi? Qiynab yuraversinlar. Yo'q, osonlikcha yozsa nima qiladi? Ular balandroq ball oladi. Balandroq olib nima qiladi? B1 olib yuraversinlar desa, yo'q, baland ball olsa nima qiladi, guys? Agarda B2 yoki C1 olsa nima qiladi? Shahzodning, uni qarang, bu anaqasi ko'tariladi. Otimning obro'si ko'tariladi. To'g'rimi? Bu davom etib ketadi. Shahzodning obro'si ko'tariladi. Shahzod obro'si ko'tarilsa, o'quvchi ko'payadi. O'quvchi ko'paysa, nima qiladi? Bu ko'proq, masalan, bola kursiga qo'shiladi. Ko'proq bola kursiga qo'shilsa, nima qiladi? Shahzod ko'p pul topadi, ko'p pul topsa boy bo'ladi. Ko'rdingizmi? Birgina approachni o'sha boy qiladi bizni. Ko'rdingizmi, guys? Xuddi shunday davom etaverasiz. Masalan, bu odamlar sigaret, masalan, odamlar fast food yemasin. Qarang mana. Odamlar fast food yema. Fast food yesa nima qiladi? Fast food yesa, ular nima qiladi? Ichidagi anaqa har xil narsalar bo'ladi. Masalan, fat, sugar degan narsalar. O'sha ichiga kirsa nima qiladi? Ichiga kirsa, nima qiladi, guys? Ular odamlar semirtirib oladi. Semirtirib bersa nima qiladi? Ular har xil kasallik uchraydi. Kasallik uchrasa nima qiladi? Kasallik uchrasa, ular o'ladi. Tushundingmi? Fast food yesang, o'lasan desangiz ishonmaydi hech kim. Lekin men shuni aytib bersangiz ishonadi. Tushunarli? Masalan, oddiy, guys, oddiy masalan mana. Qarang, chekma, o'lasan desa, sen tentak bo'lganmisan, shuncha odam chekib yuribdi, o'lgan yo'q deydi, to'g'rimi? Lekin mana bunaqa desangiz ishonadi. Chekma, cheksang nima qiladi? Cheksang ichiga mana nikotin o'xshagan narsa ichiga kirib oladi. Nima qilib kirsa, qarbalar kirib yotib ichma deyishingiz mumkin. Yo'q, ichiga kirsa, nima keyin mana o'pkan kasallanishi mumkin. O'pka kasallansa nima qiladi? Hamma tomon o'zi charchab bo'lgan-ku desa, guys, aytadi, o'pkan charchasa, nima deydi, guys? Masalan, senda har xil masalan nima? Lung cancer deydimi, shunaqa bir netto diabetlarmi, qanaqadir bu kasallik kelishi mumkin. Chronic illnesses. To'g'rimi? Shunaqa chronic illnessga kelsa nima qiladi? Sen nima? O'lasan-da bo'ldi. Ko'rdingmi? Endi ishonadi u. Lekin chekma, o'lasan. Ishonmaydi. Nima qilamiz? Domino effect, step by step. Nima qilamiz? G'oyani yig'amiz. G'oya yiqqanda ham, guys, odamni sudrab yig'amiz. Odamni bu shahzod shunaqa qilishga aqsa talabalar qiladi. Keyin nima? Talabalar. Odamlar. Tushunarli? Faqatgina o'shani yig'amiz. Masalan, mana bunaqa yig'mang, guys, qarang. Mana bunaqa yig'ing. Devor rangini o'zgartirsa nima qiladi? Odamlar motivatsiya his qiladi o'zini. Motivatsiya his qilsa nima qiladi? Ko'proq ishlaydi. Ular nima? Kachoroq bo'ladi, tuda deb yig'ing. Mana bunaqa demang. Holi unga bor. Unaqa yig'sang bo'ladi, unga bor. Uni ertaga o'tamiz. Mana bunaqa. Devor rangini o'zgartirsin. Devor rangini o'zgartirsa nima qiladi?
atmosfera yaxshi. Atmosfera yaxshi bo'lsa nima qiladi? Ko'proq odamlar unga qo'shiladi. Ko'proq odamlar qo'shilsa nima qiladi? Qarang, mana bu klubni puli oshadi. Klubni puli oshsa, bu boyib ketadi, tudda bo'ladi. Masalan, mana bunda odamlarni sudrab yetganimiz yo'q-da. Endi bu mana bunga tushadi guys. Просто mana promoga tushmaydi-da. Tushunarlimi? Ven Zerbayga tushmaydi. Bu salgina o'ynashga to'g'ri keladi. Men bilan mana bunga keyin vishit qo'yib olishga, orada eza rezultat chiqishimizga to'g'ri keladi. Kelib qoladi. Uni nima? Sal opit kerak unga. Sal opit kerak. Tushunarli? O'shaning uchun hozircha g'oya yig'asiz. Guys, uyda nima qilasiz desa, u 5 tami, 10 tami g'oya yig'asiz, guys. Masalan, kitob o'qish, sigaret chekish, bu shaharda yashash, qishloqda yashash. Guys, qarang. Bitta g'oya yig'asiz bo'ldi. Keyin bitta narsani ayting. Guys, qarang. Mana bunaqa deymiz. Endi nechta olim qoldi? Bol. Hozir dars o'tib olaylik, guys. Dars o'taylik. Guys, qaraymiz. Nima qildik? Sizlarga qarang. Masalan, task 1-1da yoz, task 1-2da nima yozishingiz kerak? Guys, qarang. Task 1-2 mi? Task 1-2 nima yozishingizni aytaman. Qarang, task 1-2da nima qilasiz? Qarang. Birinchi mana bunaqa yozasiz. I am writing in response to your letter. Qarang mana. Letter this about haqida, nima haqida? Bundan keyin ot yo ingda bitta narsa yozasiz. Nima haqidaligini aytasiz. Mana kutubxona yopilishimi? U yopilish haqida deysiz. Bo'ldi. Keyin nima? Mana bizdan nechtadan so'raydi? 3 ta narsani so'radim. Feelingni so'raydi mana. Birinchisi feeling so'rayapti. Bo'ldi. Feelingni yozasiz. Mana feelingni yozasiz. Keyin nimani so'raydi? Bizdan change so'rayapti. Mana change yozasiz. Keyin nima guys? Mana 3 ta. Bizdan nimani so'raydi? Bizdan nima? Alternate activity yozyapti. Qarang mana bu joyda feeling yozasiz. Bitta paragraf. Guys, to'g'risini aytaman, bu sizga qanday kim o'rgatgan bilmadim. Ularniki ham to'g'ri, meniki ham to'g'ri, lekin men umuman xato demayman hech kimnikini. Bu qarang. Birinchi paragrafga feeling yozasiz, ikkinchi paragrafga o'zi so'ragan narsa, balki change so'rab, balki boshqa. Yoki nima? Alternative activity. Alternative activity ni yozasiz. Tushundingmi? Keyin nima desa, oxirida qarang. Mana bu kirish bo'ldi. Kirish so'ragan 3 ta narsasi. Masalan, 2 ta narsa so'rasa, 2 ta, 3 ta bo'lsa 3 tani alohida paragraf yozamiz. Keyin tagidan bu shunchaki charchama deb qo'yamiz bo'ldi. Mana qarang, I think o'ylaymanki, yoki bo'lmasa I hope deylik. I hope umid qilamanki you will take these suggestions into masalan account. To'g'ri? Men o'ylaymanki sen bu anaqalarni hisobga olasan. Bu takliflarni. Oxirida nima? Yours faithfully. Yours faithfully. Nima? Pastdan Shahzod Roshan. Qarang, bo'ldi. Endi qarang. Task 1-2 qiyinmi? Task 1-2 qiyin emas. Bitta narsa aytaman. Bitta kirish bo'ladi. Salom, men xatingga javob yozib, shu masalan biror narsaga yopilish haqida. So'ragan 3 ta narsa, oxirida so'ragan 3 ta narsadan keyin charchama deb qo'yish bo'ldi. So'ragan 3 ta narsani qanday yozamiz? Qarang. Mana bu change-ga ertaga ko'ramiz. Bitta topic sentence yozib olasiz. Qarang, har bitta paragrafga bittadan topic sentence yozasiz. Bo'ldi. Change nima? Ketdi. Bitta dominant effect change yozasiz. Mana. Nima o'zgartirish deysizmi? Devor rangini o'zgartirsa nima qiladi? Shu bo'ladi. Shu bo'lsa, shu bo'ladi. Mana alternative activity nima qilib bersin? Alternative activity-ga nima qilsangiz? Nima? Boylang onlayn kurs tashkillashtirib bersangiz, mana qarang. Mana yerda bitta, guys, yozib qo'ying mana. Mana yerda bitta topic sentence bo'ladi. Topic sentencedan keyin mana buni yozib qo'yasiz bo'ladi. O'sha, bitta qarang mana. Qani onlayn kurs tashkillashtirib bersin. Mana. Mana buni shunchaki yozasiz bo'ladi. Shuni olib kelasiz. Mana. Shunchaki mana buni olib kelasiz. Mana. Bo'ldi mana. Mana bu nima? Alternative activity bo'ldi bitta paragraf. Mana bu change-ga xuddi shunaqa bitta yozasiz. Bu feelingni oddiy qilib bitta yozib, men o'zimni xafa his qilyapman, chunki deb qo'yasiz bo'ldi. Tushundingmi? O'sha bo'ldi, tugat. Nima kerak? Bizga nima kerak, guys? Bizga bitta nima? Dominant effect bilsak bo'ldi. Boshqa hech nima kerak emas bizga. Dominant effect bilsak, mana bunaqa rivojlantira olamizmi? Bo'ldi. Nima so'rasa, o'shani dominant effect rivojlantirib beramiz bo'ldi. Qiyin emas. Task 1-2 shunchaki shamini yoqsa bo'ladi. Prosta nima desak, birgina kerak narsa dominant effect. Domino effect. Bo'ldi. Ertaga nima qilasizlar? Cho'tki qilib o'rganib keling. Buni qanday o'rganasizlar, guys? Bo'ldi. Endi mana bu listening, reading barib 2 kun imtihon qoldi.
foydasi yo'q. Undan ko'ra ertaga reytingga bosib kuchli bersalaring ham, уже серьезный o'sish qilsalaring bo'ladi. Серьезный. Tushunarli? Серьезный o'sish qilsalaring bo'ladi. Qarang, mana buni kopiya olasiz. Xo'p, sizga tashib qo'yaman. Kopiya olasizda, ChatGPTga aytasiz. Masalan deysiz, aytasiz, mana shu domino effektni men deysiz, aktivatsiya qilishim kerak deysiz. Xo'p, men hozir senga nima qilasiz? Masalan, har xil mavzuda yozib yuboraman deb bo'ladi. Sen xatolarni to'g'rilab, bu feedback berishing kerak deysiz bo'ldi. Tushunarli? Xuddi shunday qilasiz. Xuddi shunday qilasiz, xuddi shunday qilasiz. Nima ekan uygasizda, guys, domino effekt yaxshilab o'rganinglar. Ertaga katta ehtimol bilan dars o'rganamiz. Kamida 3-4 soat ishlasak, bu task 1-2 ham, task 2 ham tugaydi. Guys, task 1-2, task 2lar shunchaki sevinchga. Sevinchga siz domino effekt zo'r bilsangiz. Domino effekt bor. Qarang, masalan, insho yozyapsizmi, blog postda. Bu birodar, qarang, shaharda yashashmi, qishloqda. Bo'ldimi? Domino effekt. Meni o'ylaysizmi? Meni o'ylashimcha odamlar shaharda yashaydi. Odamlar shaharda yashasa, ular bilan yaxshiroq ta'lim oladi. Yaxshiroq ta'lim olsa, nima qiladi? Ular institutga kiradi. Institutda yaxshi ish topadi. Yaxshi ish topsa, ko'p pul topadi. Ko'p pul topsa, boy bo'ladi. Bo'ldi, nima kerak ekan? Qiyinmi shu, guys? Qiyinmi? Bitta domino effekt-ku temasi. Bitta domino effekt. To'g'ri? Bo'ldi, guys. Masalan, men uncha masalan, writing masalan, men bu jonli dars o'tmayman-da, guys. Nimaga bilasiz? Chunki to'g'risini masalan, Prosta dars emas-da. Shuni prosta dars. Masalan, kimlardir bugun senga sample yozib beraman, tuda deydi-yu. Masalan, men ular yomonlamoqchi emasman. Lekin o'sha darsni bitta ko'rsangiz siz hech nima o'rganmaysiz-da. Bu bilasiz bari. Shuni yozish kerak. Oldindan bilardingiz-ku unaqa yozish. Siz yoza olasiz uni darsidan keyin. Hech nima yoza olmaysiz, bu. Nima qilish kerak? Qanday yozishni bilish kerak-da. Nima qilish kerak? U uchun nimadir narsa o'ylab topish kerak-da, guys. Nimadir narsalar o'ylab topish kerak. Bu o'shanaqa. Ertaga imtihon kiraman, guys. Xudo olsa, 19-2-smenga kiraman. Ivot, masalan, xuddi mana shu approachimda, masalan, 18-ga nima tushgan bo'lsa, masalan, bolalarni ko'rib, chiroyli qilib sizlarga nima sample yozib tashlab turamiz mana shu kanalga. Ivot keyin, masalan, qarang, imtihonga menga nima savol tushishdan qat'iy faqat mana shu domino effekt ishlataman. Task 1-da ham, task 1-2da, task 2da ham hammasini nima? Prosta o'ynatib ishlataman men bularni. Bir xil qilib qo'ymay, o'ynatib domino effekt qilib, g'oyayib o'shana qilaman. Bu speaking ham hamma partiyaga struktura o'ylab qo'ygan. Qolibman, hech qaysi qolib, bir xil qolibman shu. Qolib, nimasi qolib shu? Nimasi qolib? Qolib degan nima bilasizmi? Men juda xafaman, o'zi charchamaysan, yaxshi yursam o'sha qolib. Tushunarli? Men o'shani shunchaki nima speakni solsam, o'shani taqalab ishlab chiqaman. Prosta men bilishim kerak, o'sha struktura nechiga yaraydi. Keyin nima? Agarda 55 plus bo'lsa bo'ldi, bolalarga taqir uraman. Xuddi o'shanaqa. Guys, uyda nima qilish kerak? Domino effektni cho'tki qilish kerak ekan. Tushundingmi? Kimda nima savol bor? Kimda nima savol bo'lsa bersin. When children do their homework, it can lead to studying. Yaxshi, thereby shunday qilib, thereby dan keyin guys, bu ing da keladi-da. Tushunarli? Bu ing da keladi fe'l. Bu xato. Guys, thereby dan keyin fe'l ing da keladi. Undan oldingi gapning egasi bilan mana hozirgi thereby-dagi gapning egasi bir xil bo'lishi. Bu xato. Bu ketdi, uxladi bu gap. As a result, they can find themselves in good job sessions, which helps them earn more money, which poses to enhance future career and become rich. Bu bo'ladi. Bu nargiz erbay to'g'ri qo'yasiz bo'ladi. Guys, savol bo'lsa beringlar, bo'lib tekshirmaymiz. Writing, speaking ga ham ishlatsangiz bo'ladi, hozir writing uchun. Bo'pti, guys. Qatnashganiga rahmat. Charchamanglar, sog' bo'lasizlar. Ertaga nima qilamiz desa, shunchaki nima qilish kerak? Bu domino effektni nima qilish kerak? O'rganish kerak. Kitob o'qishsin. Nima qiladi? Shunday bo'ladi. Aktivatsiya qilasiz. Bo'p.